Bunda chiqib kelsangiz qanday bo'ldi? Bir ner turing ha. Bunda chiqib kelsangiz lider o'zal ahvol tushib qoldi, direktor. Xapmay birdam o'tirishib bering. Siz hal kim uchun xizmat qilyapsiz? Dadam uchunmi, men uchunmi? Hozir albatta sizga xizmat qilyapman. Siz nima deb aldaysiz meni? Aminadamdan kelishidan rostli xabarim yo'q. Men faqat chiqqanlar pul tomoq yedi deb o'ylagan. Bu sizningcha xizmat iqtidoringizni misli borligini isbotlaydi. Men ko'rishmoqchi bo'lgan odamning kim bilan bilinligini bilmayman da men. Kechiring direktor. Men faqat o'ylamabdiman. Nima bilan bo'lishini qat'iy nazar, o'zingiz terg'an ishga o'zingiz mas'ul bo'ling. Meni qanday o'sal ahvolga tushirib qo'yganingizni bilamsiz? Ha? Bilamsiz? U degan dadangizning loyiqi. Kelgusida baribir bir oila kishilar bo'lib yashaysizlar. Men u xotin bilan bir oila kishilari bulamdim, bo'lmamdim o'zimning ishi. Siz aralashmang. Ha? Çay iç. Ha bu. Ekran at abi. Aman. Vay canım. Akka, bu ballarını hazır vakitte meylik koyup versen bombaydı deymen. Oy ulanın rayık bir versen çok fakat yaxşı olmaydı. Ha, fakat yaxşı olmaydı. Cesur'un yaşımı bir ay berip kaldı. Ben onun küçük vaktimde bir balın dadı soğuk boğan ne yapar? Vay şu. Ana perizat kıkargına. A balısımcı özü bilen tanlı bop kaldı. Vay senin bu balların türekte yoğunluğunu bilen hemimiz özmeylik koyup verip yüreşi vergen. Kinci bir gep bula. Kinci bir gep bula abaldı. Keldiniz mi kızım? Ha dada, ben geldim. Hı. Ben geldim. Ha buldum. Hey akka. Vay bulanın könlünü ayağını versen bombaydı yeşçü kündüğün çoğup gittiği değme. Fakat bombaydı dağa. Kinci bir gep bula. Kinci bir gep bula abla. Ay burunqu zaman bulduğun bozcu, bundaq yeş çoğuyup ketken ballani, oy qeyrcik top kaptı, qeyr kızıp kaptı, deydi haq. Şunda deydi dağa. Ey, bir ağandın, bir açqandın gep sorma dep. Bugünkü beşini ağırtmayı duraylı efka. Beşini ağırtmaylı yapalım. Koca saklavırsa değmen de. Saklamaylı dağa. Optu. Meyve. Ala akka. Cesur. Gaplarım sal qo'pol ketdi, ko'nglingizga ammo. Aslida biz Barnoni aspirantlikda o'qitmoqchi edik. Lekin o sizni deb o'qishdan voz kechmoqchi bo'lyapti. Agar siz Barnoni rostli yaxshi ko'rsangiz, uni to'sqinlik qilma. Mening o kızım bek cahil. Ben onunla ne çıkarttım paranlaştım. Lekin o saatlik hep kirmeyi dedi. Cesur, bunun hemisi Berna için. Ben sizin şunda kılalaydıganlıqınızga işinimen. Gaplaringizni tushundim. Undaq bo'lsin ammoy. Cesur. Sizin ötüne. Bo'ldi Akchay.
yaxshimisiz? Jasurning uyi shumi? Shu, kirang. Yaxshimi? Men Jasurni izlab kelgandim. Keling. Ha, keling. Ay balam. Bu kız acaba bir çırayla kız ekan, ha? Nasıl bek chiroyli ki? Jasur akamni bekitalik yaptı. Amma, Oh. kim qizga u? Ay balam. Sen bahu, nöbetonu ufkana tatqızıp koyduğun boldun. Şu ufkanın layığı ekan. Qaysan ana? Ya, Cesur'un. Chaqchaqilmag'in-a. Uni qiz do'sti bor deb qo'yolmadi. Vay canım balam. Meningdek mishib ko'z xotinga ishonginjimi? Shinima. Sening kezing so'ngqingni o'tkirtirsan. Vay. Vay, mana kirib aramingni ala. Hey. Buçu, bu kızın layık valgını anlat, ko'ngli kelib qoldi o'g'ay. Hey, o'zimi bir layık deb tegvas oldu vaqtida. Jasur akam bekli kelishgan ha. Shunda qo'ymaychi. U degan qo'yib qo'ygandek akamning yosh vaqtiga o'xshaydigan qilsa. Balam, siz piyollarni iching. Ha, qani ilan. Choy iching. Jasurni izlab keldimda. Men Jasurni dadisi bo'lam. Men hadisi. Ha, menchi omsi. Siz Men Jasur bilan bir maktabda o'qigan. Keyin bir doktorxonada ishildik. u ishdan qaytib kelmidi? Doktorxonada yo'qmi? Shu doktorxonadan topolmay, telefonimni faqat elimda aloqalashamay, shu uyda bormikin deb kelishim. To'g'ri. Ondaqda siz Cesur o'lib bir maktabda o'qiganmi? Men praktik qilib hozir yenib chiqdim. Burun birga ishlabdiki. Qani. Ha, andichi. Hozir aspirantlik imtihoniga tayyorlik qilyapman. Nimaga? Cho'ng maktabdan imtihonsiz. Va yaxshi bu. Bu shu bak yaxshi ekan bu. Voy, keldingmi Jasur bola? Ay, uyda mehmon bor bola. Turan. Voy. Hey. Ay, Cesur. Nima qilyapsa bola? Ay, Jasur. Hey. Jasur qo'llarini og'rib ketdi. Oy, yaxshimisiz? Jasur, nima bo'ldi? Hey, Jasur. Ma qiz chiroyli adabli qiz ekan. Bizning Cesur'g'uchu tozi mos keladigan qiz ekan. Uyga kelgan qaraganda Cesur'ga ko'ngli va o'xshaydi. Uni hamda yili Jasur kirganda o'zidan so'rab boqamiz. Voy, Cesur qachon ko'ngildikini bizga deb baqqan. Shu. Akam herkes bizga ko'ngilkin demaydi. Shu. Telefonini o'ynag'ini. Qizim, fikringiz bir qatim layiqim bor deb baqdimi sizga? Yo'q dada, deb baqmadi. Voy, balkim badu dada. U ya kichik valumsa. Shuni mi so'rdim ketdi? Hey, bu qizlarning uyga izlab kelganiga qaraganda ikkisining munosabati odatga munosabat emas. Yurayotgan bo'lsa, so'qishib qilib telefonni olmasa, uyga izlab kelgan gap. Ay voy, amma. Voy, qalaymiqan gumon qilmanglar bo'ldi. Voy, yeli Jasur qaytib kelsa o'zini so'rsanglar bo'lmadimi? Janimda o'tirib gap tepaver degansiz. Qizlar to'g'ri deydi. Biz qalay bu gap qilmagan? O qiz ketib qoldi. Bilimiz. Amsman ma to'q kapini kirgandim, qanday qilamiz? Yeymiz.
Ha, yeyle. Meyveyanlar. Rahmet salın. Arzumaydı. Berna ne ketken de. Ben öykelsem yokken. Telefon kısam almadı. Neler yürüyetken ben mi ensirap kaldım. Yağmurda kalmağanda. Yakından beri o bek jimg'irlashib ketib bardi. Sen onun işlariga aralashib olmay, onun ko'ngildagini bilib baqsan qandaq. O'xshabdi balam. Voy bu. Voy, yo'l olib ketibsan bola. Kim qiz voy, ajab qo'pollik qilib ketding ha? Voy, men gap qilyapman bola. Jasur. İşini acayip paranlışaylı. Dada, sal charchab qoldim. Aytib baramiz shayli. Cesurga nim bo'lgandi? Bu qiz ajab qo'pollik qilib ketdi. Ha shu, qo'lidan so'rab bichora qizvolning. Bo'ldi, men bir ber baqay. Ondaroq so'zlash berdim. Jasur. Men adam. Vrach bo'lmagan do'fkan. Nasıl bir olmamış? Siz kızın diye yerimizin çıkanlar, çıkanlar baş oynanmış. Adresi koyla, risk ettik vardır. Anlamışsınız. İşkinler, vakti münasip olmasın. Bu işkinler. Berna! Oy nima oldu bana? Oy neymiş oldu? Nimancıda hem miron sürüp gitti bana. Bunca yapmadı ne yaptınız? Berna gitti bana. Berna! Berna ne oldu? Berna gitti. Berna! 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 Direktör, Amine Hanım'la gel. Benim gibi düğümünü. Ondaqda çoğunlar bilan birga turmoqchiman. Qarang Jasur. Berna kichikdan tortib taqqacha patlatib boqmagan. O seni o'yga tushunolmaydi. Kiram. Telefon.
Ey. Ben size desem, ben bu ömrümde tuncu qetim bundaq sarangni uçurtuşum. 35 yaş kirib qepmi, qıgaş kichik bolğul oqşaydı. Bo'ldi ya, meni ochiqmasa pulardan chiqasan, samirib olsin. Aralashma. Bundaq ishni savarcharoq bo'lishingiz kerak, xislatmidir. Ben size desem, uchu bir Belikovga oqshaydi. Qilibboz. Men odamiyligidan mas'ul va. Uchiq chiqqan sarang. Teşekkür yakışımısınız. Yaxshimisiz? Oy, Atılcan. Ne oluyor adaş? Qanday ahvoling, yaxshimi? Oy, ata, 很长时间不见你了，咋回事？到北京去了。啊？到北京。北京？啊。 O Beijing'e nimaga bordi adaş? Oğlum toy qildi shu, o'g'limning to'yini qilib etib qaytib keldim. Lopay bo'lgan ekan, o'g'limning ishtag'ini ag'asi keldi. Ey, rahmat, Lole, unutib qolmabsan meni. Ay, konag'ingni bo'lgan. Seni unutib qolmayman. 老大结婚了？结婚了，结婚了。这不叫我了？哎呀，本来把你叫一下太远了嘛。近一点的话把你请一下的样子。 Senin bilan to'y qilib bordim adaş Beijing'e. Chet elda ham borgan. 啊，北京怎么样？可以可以，这个大城市嘛漂亮，也是个现代城市。你看那个啥，我这次到北京去以后，北京人特别喜欢吃这个切糕。 Bunu mu? Ha, pek yedik yani. Bunda da. Şununla da oylap baksam ben, yalnız işkirge verip bir dükkan açamsa ya. Oy adaş, qirg'i adam ishkirga qanday bormay qara. Bu do'konga ara yetishmayman ey. Oy adaş, hazır o'zing bormaysan, hozir to'rli do'kon ichib pul tepatmanda. To'r deganini ya men uqmasam adaş. Uni qanday uqolmaydi ekan. Vay alınca. Ondan sonra sizi birisini tanıştıray. Tanıştırıp ikimiz birga ya sherik bo'lamdik ya. To'g'ri bir do'kon ochmamdi. Ammo gaping bak yoqdi menga adaş. Rasmimish gap. Ras. Aka qo'lingni. Lole, 你挣钱厉害的很。哎，大家把我带上。行，没问题，没问题。哎，好，不要忘记了啊！不会，老朋友怎么会帮你呢？好。 Menimcha siz dadingiz tursiz direktor. Nimaga asosan shunday deysiz? Siz o'zingizning g'ururini cho'ng bilasiz. Boshqalarning oldida yuzingizdan tushib ketmasligini umid qilasiz. Bu meni oldimda texmi shundoq. Shuning uchun siz boyiq va'dangizda cho'qim tursiz deb o'ylayman. Neçə yıldan beri yaşlarımız hazır diqqətlə bo'lib ketyapti, tirishmayapti degan gap so'zlar bek chiqayğandı. Shuningga qarta mushu filmda bolalarning tirishchanligi, bolalarning shaxsiyatchiligi ayrim holatda ifodalangan. Shuningga yoshlarımızın o'ziga ishonishini, har qanday ishni, əmgigini, qadrlashini yoshlarimizni hammasini özünün tirishchanligidan, özünün shaxsiyatchiligidan, mushu ishlarning hammasini ayirib qarab, tirishchanligining natijasidan huzur elishini, shaxsiyatchiligidan hijir bo'lishini, ota-onasining mushlar uchun qilib har bir ishiga minnatdorlik bildirishini umid qilaman. Mening bolalarim yenimda bo'lmaganligi uchun hozirgi natijadan beri bolalarimning qanday bo'lganini o'zim his qila olmayman. Lekin shahar turmuşida hazır turmuş ritminin aldırışlığıdır. Balla ata-anasına şundaq muhtoj bo'latıdı. Bütün aq terek bo'lib turgan ata-anası bo'lmasa, şu balla şundaq jafada qilatıdı. Lekin aq terek bo'lib bergan ata-analar bo'lganda, bu yosh balla texmi minnatdorlik tuyg'usi bilan ata-anasının shular uchun qilib berayotgan har bir shular uchun ajr qilayotgan, shular uchun badal to'layotgan har bir qadamlarga rahmat etishni umid qilaman. Mushu tuyg'u sustlab ketmaskan deb o'ylayman.
bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen taşka Sana şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bunu? Açığın yanmak he. Yakay asa. Hazır çekip oturmuş mu? Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay can bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmıdı. Limanda içimi sıkıntı. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydi her Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu diyenden başka neymiş birelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim ben bulam. Dayım akam kılyan bası he? Akamın toğra. Kandalı mısın ne misin balan bu? Burada. Ya. Oğlu mu yıkılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan ben öyle çıktı ben. Dada, Kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yana şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Bana gözünüz ekime. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Bana arman yürük dünya Ömür damam yetkeyim Suyup silen yaşaşma Suyup silen yaşaşma Ömür damam yetkeyim Suyup silen yaşaşma İnaklık gevheri kaldı Kızbamı asraşka İnaklık gevheri kaldı Şit kızbarma asraşka Yarındaş var mı asraşka Minnettar bol körgen her bir günündün Rencişler dilimdin Kapalmasın cay Çilger gülnün Tikini birge Güzel bu yüzü de Dal bulsun o ay Çilger gülnün Tikini birge Güzel dur yüzüne Dal bulsun o ay Kısmetler hemmige Okşaşta kiyin Özgermez hakikat Hayat ve mamut Her türlü memnunluk
O'xshashlar qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol